Tanamizda eng kerakli, eng muhim hislardan bittasi qon bo'ladi. Qon bu ovqat hazmi to'rtta jarayondan o'tadi. Birinchi jarayoni yegan ovqatimiz og'izdan boshlanib, ichaklarda tugaydi. Endi qolgani jigarda hazm bo'ladi. Bu ikkinchi hazm deyiladi. Ana o'sha ikkinchi hazmda jigarda to'rtta haligi aytgan hidlar, suyuqliklar o'sha yerda paydo bo'ladi. Qon, safro, savdo, balg'am. Endi qon butun tanamizda yuradi. Endi safro bu ham qonda tomirlarda yuradi. Bir qismi o'sha qon bilan birga ketadi, bir qismi o't qopida yig'iladi. U ovqat hazmiga boshqa narsalar kerak. Balg'am ham shunaqa. Balg'am tabiiy balg'am bu limfa deymiz, mana bular hammasi tabiiy balg'am. Sinovial suyuqligi deymiz. Bular ham kerak. Vaqti kelganda qon tanamizda kamayib ketsa, o'sha balg'am qonga aylanadi. Qonni zaxirasi. Savdo deymiz, sovuq quruq u ham kerak. Masalan, qon ortiqcha suyuq bo'lib ketsa, uni sal qotirib beradi. Keyin tanamizda doim kamayish bo'ladi, to'ldirish bo'ladi. Tanadagi narsalar kamayganda o'sha qon borib, mushaklarga boradida, o'sha yerda mushaklarga aylanadi. Bir qismi bo'lib aylanib, tanamizda yo'qolayotgan narsalarning o'rnini to'ldirib boradi. Endi qonni o'sha qotirib berish uchun o'sha yerda haligi savdo degan suyuqlik kerak bo'ladi. Endi bu yerda boya aytdik, boshida qon eng muhim, eng kerakli suyuqlik dedik, xilt dedik. Shuning uchun qonni doim me'yorida suyuq ushlab yurish kerak, bo'lish kerak. Shuni ta'minlash kerak. Ikkinchisi, qonni tarkibi toza bo'lishi kerak, sifati yaxshi bo'lishi kerak. Keyin qonni harorati o'zini o'sha haroratida bo'lishi kerak. Tushib ham ketish kerak emas, qizib ham ketish kerak emas. Mana shu 3 ta narsaga e'tibor bersa, qon tomirlarda yaxshi aylanadi. Yaxshi aylanadi, sifati yaxshi bo'lsa, undan sifatli nimalar, ozuqalar boradi. Endi qonning vazifalari ko'p. Bu masalan, o'sha yeyotgan narsalariimizdagi hamma foydali ozuqalarni hujayralarga, a'zolarga yetkazib beradi. Agar qon yaxshi aylanadigan bo'lsa, tarkibi yaxshi bo'lsa, o'sha boradigan ovqatlar ham yaxshi bo'ladi. Qon keyin shundan birga kislorodni tashiydi. Qonni aytganimizdek, boya hamma haligi nimalari normada bo'lsa, o'sha qonda yurgan kislorod ham yaxshi yetib boradi hujayralarga, boshqalarga. Qon shunday haligi bezlar ishlab chiqadigan gormon. Shular ham qon tomirlari orqali qon bilan birga boradi gormonlar. Qon bilan birga quvvat yuradi, butun tanamizga boradi. Demak, qon juda ham muhim. Uni vazifalari ko'p. Shuning uchun qonga e'tibor berish kerak.